televizorni telefon orqali YouTube'ga ulashni ko'rsatib beramiz. Video davomida ko'rib o'tasizlar. Nima qilgan taqdirlaringda ham YouTube ishlamay qoldimi? Masalan, proshivka qildinglar yoki televizorni boshqatdan восстановить berdinglar, baribir YouTube ishlamasa, приглашениеga kira olamiz. Приглашениеga kirgandan keyin mana pastga qarab tushiramiz. Mana Miracast degan programmasi bor o'zini. Har bitta smartda bor shu narsa. Xo'p, kirib olganimizdan keyin telefonimizda, xo'p, mana tepadan tushiramiz. Smart Wave degan funksiyasi bor. Mana shunda qidirasizlar, mana chiqib keldi Android. Mana bosamiz, boshlashni bosamiz. Mana ulanishni boshlayapti. Bunda internet ham kerak emas, telefonga ham, televizorga ham internet ulashlarining shart emas. Faqat telefoningizning internetidan nimani ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana YouTube ga kirasizlar. Любой narsani mana ko'raverasizlar. Mana. Mana telefoninglardagi xohlagan narsalaringizni televizorga ulab ko'rishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa foydali ma'lumotlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa har doimgidek foydali ma'lumotlar chiqarib turishga harakat qilamiz.